Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Hafta so'nggi funksiya amaliyoti bilan boshlandi. Aslida funksiya transferlarimiz ko'p, lekin boshqa ishlar bilan band bo'lib, sizlarga har safar bo'lishishga to'g'risi ulgurmayapman, lekin bizga qiziq deb yozsanglar, har safar sizlarga gapirib beraman. Bugungi funksiyamiz kelgan patsientimizning holatlari kam uchraydigan holat. Shu sizlar bilan bo'lishkim keldi. Patsientimiz bizga Farg'onadan murojaat qilganlar. Bizlari dorisiz kelmaydi. Gipogonadotropniy gipogonadizm degan tashxisni qo'yganmiz. Farg'onada va Toshkentda ba'zi bir klinikalarda umuman siz homilador bo'lmaysiz degan tashxisni qo'yishgan. Hattoki bir klinikada eko amaliyotini ham boshlashgan, ammo tuxumnonli doriga javob bermadi deb amaliyotni davom ettirishmagan. Bularda gipogonadotropniy gipogonadizm holati, ya'ni tug'ma bosh miyada follikulalarni o'stiradigan PSG va keyin u follikulalarni поддержка qiladigan LG gormonlari ishlab chiqarilmaydi. Bunaqa qizlarga bu gormonni tashqaridan berish kerak bo'ladi. Bu gormon aslida biz ekoda ishlatadigan gormonimiz. Boshqa qizlardan ko'ra eko jarayonida bunaqa patsientlarga dori miqdori o'zligida yo'q bo'lgani uchun ko'proq ketadi. Lekin umuman homilador bo'lmaysiz degan tashxis qo'yilmaydi. Mana bugun alhamdulillah protokolimiz uzoqroq cho'zilgan bo'lsa ham 6 ta hujayra oldik. Bu 6 marta bu qiz homilador bo'lish imkoniyati bor degani. Endi embrioloklarimizdan chiroyli embriolik kutib qolamiz. Natijasini 5 kungacha sizlar bilan bo'lishamiz.